Biz bu qadam darsda nəhayət qiziqarlıq bir tema haqida to'xtalib o'tamiz. Bu bo'lsa-mu asosli tema nima degan chaqda harakat. Photoshop harakat bilan degan chaqda harakat bo'ladi. Buning harakatning shakli o'xshamasligi mumkin, lekin bu nurg'unlagan vaqtlarda shu sizning xizmat unumini oshirib qolmay nurg'un vaqtingizni tejab berdi. Masalan, bu unum harakat erishish uchun tizimlik stolning ichidan ko'znak harakat degan chekvasak bo'ldi. Ya bo'lmasa Alt bilan F9 knopkasini bosish orqali ham shunday erishsak o'xshash unumga erisha olamiz. Erish bo'lgandan keyin atrofimda shakl chiqdi. Men buni chekkandan keyin meni qarasangiz bu sukutlik harakati deb turdi. Men buni chekkan chaqimda buni ichida nurg'unlagan kichik hujjatlarning borligini his qildim. Ham bu narsalar nima degan chaqda shu Photoshopniki oldin belgilab qo'ygan nurg'un model harakatlari. Biz bundan qolgan foydalansak bo'ladi. Masalan, men bu yerda bir sizdan paylanib boqay, men bu harakatning olgan shaklini ko'rib boqay degancha ostida qo'yish belgisi bor, knopkasi. Shuni chekkandan keyin yana o'zgarish bo'ldi. Yana quramsalar, ha bo'pti deb qo'yishni boqaylar. Men jazmlashtirdim, yana jazmlashtirdim. Jazmlashtirayotgandan keyin qarasangiz, bu butunlay yangi bir odamning rasmiga aylandi. Bu asli rasm bilan o'xshamaydi. Butunlay o'zgarib ketdi degan gap. Nima degan chaqda bu harakatni oldin belgilab qo'ygan, sen bu rasmga mana bunday harakatlarni kirgizsan deb belgilab qo'ygan bo'yicha bu yangidan bir unum hosil qildi degan gap. Ham buni tarixiga qarab boqsak, bu yerda bir qancha harakatlarning borligini his qildik. Men buni eng oldingi ko'chirib akab turay. Undan keyin biz bu tayyorlardan boshqa yana biz shu to'rdagi foydali bo'lgan bizga asqatadigan ba'zi shu harakatlarni tushirib olsak bo'ldi. Masalan, biz bu yer 3 burchakni chekkandan keyin selim ko'znakdan ko'rinib turibdi. Harakat qachalash deb. Men buni chekkandan keyin kengaytirilgan nomi ATN bo'lgan mana hujjatlarni qachlay olayman. Siz to'rni tushirib olganlaringiz. Masalan, men bir rasm bir harakatni tushirib oldim. Men buni qachlab boqay. Qachlagandan keyin yangi bir harakat shakllandi. Ammo men qilsam, hozir qo'yish holatida kelibdi. Men bu qo'yishgan holatni qilish orqali nima erisha olaman degan chaqda bu terisini suzlantirish roli borda mana. Balkim aslidagi holtim bu buni o'ngishgandagi holtim bu. Balkim bu rasm ancha ifodalanmasligi mumkin. Masalan, bunday rasm bo'lgan bo'lsa, biz buni endi mashinalarda tez suratda terilarni yaxshilash, tavsiflarni yo'qotish uchun nurg'un mashg'ulotlarni qildik. Nurg'un vaqt ketdi. Endi tez suratda qilish uchun qanday qilamiz degan chaqda harakatni foydalansak bo'ladi. Hamma shay qo'yib, men buni qo'yib harakatni boshlayapsan. Shuni bilan kelib qarasangiz, bu birdan mo'jizlar harakatni boshlayapti. Bu aslidagi holati, bu harakatdan keyingi holati. Mana shunday o'zgarishlar bo'ladi. Biz bundan unumli foydalansak bo'ladi, vaqtingizni tejalaysiz. Endi memorisini kirgizgizni yuvatmoqchi bo'lsa qanday qilamiz degan chaqda buni tartibga kelib axlat sandiqda saqlasak bo'ldi. Chekilib bo'lgandan keyin axlat sandig'ini bevosita isib o'chirayman desak bo'laverdim. Endi men ma'rasini asliga olib kelib qo'yib turay. Undan keyin biz o'zimiz bir harakat ishlab boqaylik. Qanday qilamiz degan chaqda yangidan bir harakat qurish uchun bir hujjat quramiz. Hujjatning nomi bo'lishi kerak. Masalan, men bu nima harakat ishlamoqchi bo'lgan bo'lsam, shuni asosan ism qo'yib olsam bo'ldi. Masalan, men o'sha odamdan foydalanib turib, bir sonliq rasm bitidan birini qurmoqchi. Odat bir sonliq rasmda qator qilib 4 parchadan qurilib, jami 8 parcha rasm chiqadi. O'sha qanday qilib tez surat qila olamiz. Ham bundan keyin ba'zi rasmlar qo'llana olamiz degan chaqda biz harakatdan foydalansak bo'ladi. Masalan, men qurishdan burun men dastlabda men bunga bir ism qo'yib olay. Men bunga inglizcha qisqartirilgan nomni qo'yib oldim. Qo'yib olgandan keyin hujjat bitdi. Ham hujjatning ichiga harakat qilsak, harakat qilishdan burun biz yangidan bir hujjat quramiz. Ham buni qurish uchun men buni o'xshash bunga bir ism qo'yay, yolg'ondan qo'yib qo'ygandan keyin xotirlashni boshlayman deydim. Boshlasam bo'ladi. Endi agar siz buni odat boshlagan bo'ldi. Biz sol tarafdan chekayotgan chog'da bu xotirlashdan to'xtagan bo'ladi. Men hozir ishni boshlashdan burun oldindan bu odamning taxminan 5-tarafini kesib olay. Bizga bir sonliq rasm bo'lsa, buncha atrofda bo'lsa bo'ladi deb o'ylagan bo'lsam, men kesib olish uchun bevosita qilib qo'ygandan keyin kesish knopkasini bosib, enter knopkasini urib, davomli urasam bo'ldi. Undan keyin bu holat shakllandi. Endi biz buning uchun azroq bilim bo'lish kerak. Ya'ni bu rasmning kengligi qanchalik, egizligi qanchalik bo'ldi odatda. Odatda buning kengligi 2.5 cm, egizligi 3.5 cm atrofida bo'lsa muvofiq bo'ldi. Shunga men endi ishni xotirlashdan boshlay, harakatni xotirlasin. Mushu holat agar mana bir parcha rasm bo'lgan bo'lsa, oldi bilan
qanday qilib degan chog'da buniki kengligi bilan egizligini tanishaydi. Ya'ni biz birinchi bo'lib buniki rasm cho'ng kichikligining ichidan farqlantirish 300 bo'lib turaversin. Buning kengligi buni vaqtincha ikkisini bog'lamay turaylik. Kengligi 2.5 cm, egizligi 3.5 cm holat ekeldi. Balkim shakli o'zgarib ketdi. Buni oldin tanishib olsangiz texnik yaxshi. Tanishib bo'lgandan keyin jazmlashtirishni ketay. Bu rasm bir kichiklab ketibdi. Men o'shalarni qilib bo'lgandan keyin endi odatda rasmning atrofida oq qir bo'ladi. Men bo'shnama bir harakat kirgizdim. Kirgizib bo'lgandan keyin men yana rasm taqdining cho'ng kichikligini chekib, o'ttirdim 4 taraf kengaysin. Har bir qiri 0.4 cm atrofida oq taglik hosil qilsin. Ya'ni bu yerda oq bo'lganligini belgilab qo'ydim. Qilgandan keyin men buni jazmlashtirib o'tay. Jazmlashtirsam bir parcha rasmningki taxminan shakli chiqdi. Ham buni xotirlab bo'ldi. Endi men buni o'zimizningki nimiz bo'yicha xotirlab olsak bo'ladi. Masalan, men bu yerda shu unim bo'yicha xotirlayman dedim. Takrorlanishdan bir rasmni o'zimiz xotirlab oldik. Xotirlab olgandik ismini o'zgartirib olsak ham bo'ldi, yoki shu qo'ysak ham bo'ldi. Qo'yib bo'lgandan keyin men hozir jazmlashtirib o'tay. Jazmlashtirib o'tdim, bu holatni saqlanib bo'ldi. Undan boshqa men endi shu taqdir qildigan yangi bir holatni yangidan bat qurishim kerak. Bu batningki odatda cho'ngligi, masalan, ismini o'zgartirib olsam bo'ladi. Buning cho'ngligini tanishish uchun cho'ng kichiklik cho'qim qanday bo'ladi degan chog'da cho'ngligi kengligi cho'qim 11.6 cm, egizligi 7.8 cm, lekin aniqlari 300 bo'lganat bo'lsa, eng o'lchamli oldi bo'ldi. Ondan keyin buni chekayotgandan keyin bu holat shakllandi. Shakllanib bo'lgandan keyin bu harakatlar davomli xotirlab mangibdi. Men bu yerdan hamda shu rasmga takrorning ichidan to'ldirish yoki shift bilan F5 ni bosib bo'ldi. Bayq rasmni biz kesib olgan rasmni tanlab olsak bo'ldi. Tanlab bo'lib jazmlashtirib olsak, mana bir sonliq rasmning taqdiri bitdi degan gap. Endi bu harakat bitdi, men buni o'chirib olsam bo'ladi o'sha kelgan chog'da. Endi hisobda men buningdek harakatni paylanib yangi rasmlarni qila olaman. Masalan, men buni qilishdan burun oldin shu ishga kirib turib bir rasmni o'chirib turay. O'chirib turdim. Undan keyin bu yerda bir parcha rasm bor. Men shu bir parcha rasmninkini bir sonliq ishlamoqchi. Taxminan musholatni oldim, bo'lgandan keyin bu yerni kesib olay. Endi ishni boshlayman. Musholatni men bir sonliq rasmda ko'paytmoqchi. Anaqa qiladigan chog'da biz boy xotirlagan harakatning foydasini ham ko'ramiz. Men shuni tanlab turib, buni bevosita chekib qo'yay. Ham bu yer nim bo'ldi degan chog'da, bu dastlabki holati kelgan chog'da biz bu rasmni xotirlab qo'ydik. Shunga bu rasm boshdagi rasm saqlanib qoldi. Endi lekin biz uni davomli o'zgarsak bo'ldi. Mehrdullar eng orqa qadamni ilib beriblar. Qanday qilamiz degan chog'da men to'ldirishning ichidan qarasak, tikras ayolning rasmi bor ekan, rasmning ayolni cheklasak o'zgarish bo'ladi. Ya bo'lmay qolsa, biz boyqa harakat takrorlasak bo'ladi. Eng to'ldirish deganni sen qilma deb turib men o'chirib o'tdim. Undan keyin biz qaytadan kelsak bo'laverdi. Masalan, men bu holatdan chekinib men bu holatga kelgan bo'lsam, o'sha holatdan boshlab men boyqa harakatdan foydalanib to'qay qaytadan. Ham shunga men o'chirib o'tay vaqtincha. Undan keyin men o'sha holatni qaytadan bir sonliq rasmga aylantirmoqchi. Eng oxirgi to'ldirishni o'chirib o'tdik. O'chirib o'tgandan keyin men bu yerga harakatni boshlayman. Endi bizga eng osonlik bo'lgan narsa nima degan chog'da men o'sha yerlar to'ldirish degan chekib turib, o'sha rasmni tanlab turib qasamni bo'laverdi. Mana shunga asosan ba'zi harakatlardan foydalanib siz nurg'un vaqtni tejalaysiz. Agar siz masalan rasmxona ochgan bo'lsangiz, o'sha harakat usulini xotirlab olsangiz, sizga nurg'un vaqtlarni tejab beradi. Sizning shu ish unumingiz texnik yuqori ko'tariladi degan gap.